Mana savdo qilyapti. Qancha bo'lyapti? Qancha bo'lyapti? Bering endi. 24,5 million. Qora novvoz. O'ta go'zal. Mana. Beringlar, bobor aytadilar. Bo'ldi. Qaraydigan odam emas, to'g'risida. Qarindoshim bo'ladi, degani bo'lganda o'rtasiga tushmasdim shu odam. Uni o'rtasiga tushmayman. Xursandchilikka berib shunga aralashsin baylavay. 500 ming qo'shib qo'yding deganmi yo'q? Bering, Bobor aytading, ey. Barakalla demasda. Bering qora aka. Dayga savdo qo'yapti, qora aka. Naq bo'lib, nasib-nasib qilganimiz yo'q. Xursandchi, voqmaga 24 million 500 ming so'mga bobor aytadi. yarashmaydi qora aka. O'dan chiqaryapsiz. Oltar Qorma bozorida obunachilar. Ey, beringlar, naqmanglar endi. Bering endi. 24 million 600 ming so'mga sotdingizmi mana o'g'il bola? Qancha? Sotdingizmi, sotmadingizmi? 24 million 600. So'ramasdan gapirib qo'shib qo'yapman. 24 million 600 ming so'mga berasiz. 24 million 600 ming so'mga. Yaqin u, yeb ichmas yugurtirib borib beraman. Arava o'zingda? Ha, arava o'zida yaxshi ekan. Yo'l kelini ichib beraman. Rahim aka. Bitta qo'shin beramikin. Rahim aka, bitta qo'shin beramikin. Bitta qo'shin. Ey, 200 ming so'm qo'shinni beramikin. 24 million 800 ming so'mga. 24 million. Bitta qo'shin. Hozir 24 million 600. Bobolada hozir o'lib qolsam, to'g'risida yaxshi deyapti. Ey, bering. Bor aka, ey. 24 million 600 ming so'm, 400 ming so'm farqini shu urinib qoldi o'shancha qora aka. Mana savdo qilyapti. Urinib qolmasa bu molga indamay o'tib ketaveradi.